Amaliyotda juda ko'p ishlovchi masalalardan biri undiruvni garov mulkka qaratish hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lum, undiruvni garov mulkka qaratish faqatgina sudning qaroriga asosan amalga oshiriladi. Bunda faqatgina taraflar o'rtasida kelishuv ustasida hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 279-moddasiga ko'ra, agar garov bilan ta'minlangan majburiyat bo'yicha kechiktirilgan majburiyat juda arzimas deb baholanadigan bo'lsa, bu holatda undiruvni garov mulkka qaratish mumkin emas deb belgilab berilgan. O'z o'rnida savol tug'iladi, aynan qaysi holatlar juda arzimas deb baholanishi mumkin degan savol tug'iladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi garov to'g'risidagi qonunda ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni bunga ko'ra, agar garov bilan ta'minlangan majburiyat bo'yicha kechiktirilgan majburiyat garov summasining 15% dan kam bo'ladigan bo'lsa va garov bilan ta'minlangan majburiyat bo'yicha kechiktirilgan summa, ya'ni kechiktirish faqatgina 3 oydan kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha ikkita asos ham mavjud bo'lgan taqdirda ushbu holatni, ya'ni majburiyat bo'yicha kechiktirishni aytaylik arzimas deb baholash mumkin. Ya'ni yuqoridagi ikkita asos mavjud bo'lgan taqdirda sizning holatingizdan kelib chiqqan holatda aytaylik holatni arzimas deb baholash mumkin bo'ladi va bu holatda undiruvni garov mulkka qaratish mumkin emas hisoblanadi. Endi o'z o'rnidan savol tug'iladi, bu qoida nima uchun zarur? Shunaqangi holatlar bo'ladiki, aytaylik 100 million so'm kredit uchun 1 milliard so'mlik garovga mulk qo'yildi va aytaylik siz 2 oy davomida ushbu qarzdorlikni to'lay olmadingiz va aytaylik 25-30 million so'm miqdorida qarzdorlik vujudga keldi va kreditor ushbu qarzdorlik aytaylik 25-30 million so'mni qoplash uchun 1 milliard so'mlik garov mulkini sotishni talab qiladi. Aynan shu kabi holatlarni ham oldini olish maqsadida ushbu qoida amal qiladi. Yana bir amaliyotda juda ko'p uchrashuvchi masalalardan biri bu aynan avtokredit sohasida juda ko'p uchraydi. Kredit asosidan transport vositasi xarid qilinadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin qarzdor tomonidan bu narsani xohlamaydi, mashina ham kerak emas, kredit ham kerak emas. Mazkur holatda juda ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. O'sha kreditga olingan transport vositasi to'g'ridan-to'g'ri bu narsani sotish imkoni yo'qligi, sotishdan tushgan pul mablag'lari evaziga qarzdorlikni qoplash imkoni yo'qligi sababli mashinani kreditor, ya'ni bankning o'ziga olib borib topshiradi. Bu holat juda katta xatoga yo'l qo'yiladi. Bank bu narsani sotmaydi, o'zida saqlab turadi. Faqatgina aytaylik qanchadir vaqt o'tadi, o'sha vaqtda siz qarzdorliklar kechiktirilganligi uchun peniyalar hisoblanadi. O'sha peniyalarni hammasini bir qilib, keyin undiruvni garov mulkka qaratadi. Mazkur holatda sizga nisbatan sizga juda katta miqdorda aytaylik zarar yetkaziladi. Shu sababli ham shu qarorga kelingan taqdirda garovga qo'yilgan mulkni sotish, undiruvni garov mulkka qaratish masalasi bo'yicha faqatgina bank bilan o'rtada kelishuv tuziladi va undiruvni garov mulkka qo'yish to'g'risida kelishuv tuzilgandan keyin garov mulk sotilib, sotishdan tushgan pul mablag'lari evaziga qarzdorlik qoplanadi. Mazkur holatda siz aytaylik zarar ko'rishingiz ehtimoli kamroq bo'ladi, lekin to'g'ri bankka olib borib topshiriladigan bo'lsa, bank bu holatda mashinani saqlab turadi, peniyalarni hisoblab, o'sha peniyalarni bilan juda katta miqdorda summani sizdan undirib oladi. Agarda sizga ham shu kabi, ya'ni garov va boshqa fuqarolik huquqiy munosabatlar, iqtisodiy munosabatlar bo'yicha huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.